Farhod M12 Assalomu alaykum gazetada. aziz do'stlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun men endi o'zbekcha va o'rta osiyo vinil plastinkalarimni sotilayotganlarini ko'rsatib beraman. Ya'ni bular mendan ikkitadan va yaxshi holatda. O'shanga sotilayotgan plastinkalarni obzor qilib ketdik. Videoni shunaqa plastinka qidirib yurgan do'stlarga jo'natib qo'yishlar bo'ladi. Yoki haligacha bor yoki sotayotganlar bo'lsa, bizga yozsanglar bo'ladi, kommentariyada yozib qoldirsanglar bo'ladi. Va shuningdek videoni kommentariy izohlarida kimda shunaqa vinil plastinkalar bo'lgan yoki haligacha bor yoki sotmoqchi bo'lganlar bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Va videoga like bosib ketishlarini so'rab qolaman demay boshladik. Nagima Eskaliyeva qozoqcha media ansambl ishlagansizlar bo'lsa, ushbu plastinka menda ikkita edi, o'shanga bunisini sotmoqdaman. Yaxshi holatda, noyob plastinkalar. O'zi bugun noyobroq plastinkalar haqida obzor qilmoqdaman, sotmoqdaman. Sato efsane jazz yo'nalishdagi guruh 86-yil chiqqan plastinka, bu ham noyobroq plastinka, yaxshi holatda bu ham sotilmoqda. Bu ham Nasiba Abdullayevaning oxirgi vinil plastinkasi, oxirgi albom, ya'ni plastinkasi Ayrot nomli. Bu ham ideal yangi holatda bir martagina qo'yilgan, tekshirib ko'rganman. 90-yil chiqqan ekan, 89-yil yozilgan ekan. Yangi ideal holatda bu. Yallansam bilan Farhod M12 muzikalni chayxona. Bu ham yaxshi holatda 1988-yil yozilgan ekan. Bu ham menda bor, shunga sotmoqdaman. Yallansam birinchi vinil plastinkasi, ya'ni birinchi qo'tta plastinkasi Tricolor uch quduq. Bu ham yangi, yaxshi holatda 81-yil yozilgan ekan. 82-yil chiqarilgan ekan plastinka. Bu ham sotilmoqda, bu ham menda borligi uchun. Aray ansambli Roza Rimbayeva boshchiligidagi qozoqcha gruppa. Bu ham yaxshi holatda 85-yil chiqqan ekan plastinka va yozilgan ekan. Bu ham noyobroq plastinkalardan sotilmoqda. Bu ham noyob plastinkalarda Vostochniy suyda jazz ansambl Gotskiy. Ko'zikni ansambl adashmasam 78-yilda yozilgan plastinka chiqqan yili. Aniq esimda yo'q. Bu ham noyob plastinkalar menda bor edi, bu ham sotilmoqda. Qo'shimcha qilib ketib bo'lsa, jurnal Guliston jurnalida olingan rasm yana. Plastinka deb o'ylamanglar. Najot Yo'lchiyeva Edilbar Janonim yagona bitta katta plastinka chiqarganlar. Bu ham zo'r holatda 1982-yil chiqqan ekan. Zapislar 80-82-yilda yozilgan ekan. Bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman. Bolalar guruhini vinil plastinkasi yagona. Vinil plastinkasi katta, bu ham yaxshi holatda plastinka 92-yil chiqqan ekan, 91-92-yil yozilgan ekan. Mag'firat Hamroqulova Gulshan ansamblida ishlagan, tojikcha qo'shiqlar. Bu ham yaxshi holatda 1985-yil chiqqan ekan, 80-84-yil yozilgan ekan. Bu ham noyobroq plastinkalarda. Aranjoy mikrofon, bu terma, o'rta osiyocha terma, o'sha vaqtdagi bu ham noyobroq plastinka. 90-yil chiqqan ekan, 88-89-yil yozilgan ekan. Yaxshi terma, bu ham ideal holatda. Ana kichkina vinil plastinka, Navo ansamblining million plastinkasi yangi holatda. Bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman. Umuman bu yoqdagi ham plastinka sotiladi, chunki o'zimda borligi uchun bularni sotmoqchiman. Sanobar Rahmonova bu ham zo'r holatda kichkina vinil plastinkasi 82-yil chiqqan ekan, 82-yil yozilgan ekan. Bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman. Xo'sh, Murod Kajlayev Вечерний Arbat jazz yo'nalishdagi qo'shiqlar. Bu ham noyobroq plastinka, bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman. Sado ansamblining vinil plastinkasi Tashkentskiy legenda deb nomlangan albomi 1985-yil yozilgan va o'sha yil chiqarilgan ekan. Bu ham noyobroq plastinkalardan yaxshi holatda. Davron G'oyipov, bu ham yangi deyarli holatda Ko'zlaring nomli albomi 1991-yil chiqqan ekan, 90-yil yozilgan ekan. Bu ham noyobroq plastinka, bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman. Bak, Jazz Trio Kavkaz 76-yilgi vinil plastinkada alufatlar rasmli bo'lmagan. Bu ham noyobroq plastinka 10 razmerda garantiladi. Ozarbayjonskiy jazz. Bu ham menda borligi uchun sotmoqdaman.
Xo'sh, yallansa mana oxirgi vinil plastinkasi. Bu ham yaxshi holatda 91-yil chiqqan, 90-yil yozilgan. Bu ham menda bor uchun sotmoqdaman. Felix Yanovskiy konsertlar. Gogoy Kameriy orkestri klassik ekan. 1982-yil chiqqan ekan, 81-yil yozilgan ekan. Bu ham menda bor uchun sotmoqdaman. Qo'shimcha qilib ketamiz. Mana yana koreyskiy ansambl Kayadim yangi holatda 1982-yil chiqqan ekan, 81-yil yozilgan ekan, yangi ideal holatda. Bu ham Chenchun koreyscha kichkina klassik 7 razmer. Ham ideal holatda, faqat родной konvertsiz. Xo'sh, bu ham Allayosh va Stahar Rahimov. Kichkina plastinkasi ham, bu ham o'zini konvert emas, bu ham yaxshi holatda. Va Keto Japaridze. Старин романсы песни. Shuni aytib ketmoqchiman. Yana qo'shimcha qilib bu videolarni oldinroq olib qo'yganman, keyin joylashim mumkin. Ya'ni bular sotilib ketib qolgan bo'lishi ham mumkin. Mabodo aytib ketdik, bizda klientlar bor, Xudoga shukr. Shuni ham qo'shimcha qilib ketdik. Xullas, bugun mana shu plastinkalar haqida ma'lumot edi. Ya'ni bu plastinkalar o'zimda 2tadan 3tadan bo'lib qolgan uchun sotmoqdaman. Shuning uchun obzor qilib ketdim. Bizlarni kuzatishda davom eting. Hali yaxshilari oldinda, qiziqarlilar oldinda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.